Loyangning qog'ozi bebaho. Ammo davlatimizda qayaning qog'ozining eng qimmat ekanligini bilamsan. Men davlatimizning shaharlarini to'liq bilmaydigan tursam, bu savoling meni qiynab qo'ydi. Hay, bilimsizlik nima degan qo'rqinchliq. Loyangning qog'ozi bebaho degan hikoyani anglamaganmisan? Ha? Anlamabdı ekanman, ta'lim bergaysa. Jin beyligidagi adib Zosi balalik davrida to'limu chapsiz bo'lib o'qishga faqat qiziqmaydi ekan. Mushu sababdan dadisi doim uningga chechiladi ekan. Biroq Zosi burunqidek yuraveribdi. O'rganishga mo qiziqmabdi. Bu balaning cho'qim jim turmaslik kesili bor. Amal yo'qkan. Bu menga bala emas, bala bo'ldi. Hey! Qandaq o'g'lim? Uyuning tugidimi? Mening o'yinim o'lganda tugaydi. Hey, bu gapni kim o'rgatdi sana? Agar kimligini bilib qolsam, uning ko'giligini ko'zdiman. Oğlum, meni faqatla doğrumidi. Kun bo'yi o'ynashni bilib, uning yaramliq odam bo'lishidan faqatla umid yo'q. Hey. Qandaqligimni ularga bir ko'rsatib qo'ymsam, qiyinish yo'q olamda ko'ngil qo'ygan odamga ularni chuqur hayron qoldirib o'taman. Kishilar doim logikalik tafakkur qilishga odatlangan. Yana bir kun berib tursangiz, uyga olib ko'chirib olsam, bugun qog'oz sotib olib bo'lgan edim, lekin hammasi sotilib bo'pti. Hey. Mana bu Loyangning qog'ozi bebaho degan hikoya. Keyin bu hikoya kishini huzurlantiradigan yaxshi asarga tamsil qilinib, xalq orasida keng tarqalgan.